Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Xudo xolasa Farg'ona Bog'dodda turibmiz. Hozir Suzilar bir qator ko'rsatib obzorini qo'yib beramiz. Shunaqa zapchastlar, Suzilar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastga nomer qo'yib beramiz. Mana bunaqa Suzilarimiz kelgan. Hamma narsasi bor, faqat rama qo'yib yig'ish kerak. Mana Senji motorlarda turbanada nimalar Prosta bu tikani vidramadan uzilib oshib keldi. Sifatlari o'ta chiroyli, go'zal holatda. Bir emas, 3 ta turibdi. Narxini oxirida aytib o'tamiz. Bitta rama bo'lsa, terib olinsa bo'ldi. Buni oldi hadoylari, moslari bor. Hozir bir ko'rsatib o'tamiz. Bundan tashqari mana bunaqa katta toshlaydigan mashinalarimiz ham, zapchastlari ham bor. Mana oldi hadoylari, barcha moslari. Shu mana o'zi qiltirib kelgan. Yani korobkasi. Bundan tashqari mana bunaqa katta yuk tashiydigan mashinalarimiz ham bor. Qizilidan deganlar, qizilidan. Endi buni narxiga keladigan bo'lsak, narxlarimiz 8000 dan so'ralyapti. Kami bor albatta. Aloqaga chiqaverasizlar. Ma'lumotlarni telefonda beramiz. Motorlari ham ochilmagan, Senji motorlar, turbo kompressorlar bilan. Faqat ramasini uzib olib o'tilgan. Bitta rama bo'lsa, tiklansa, Isuzu, Samasval, Bartovoy qo'nsa bo'laveradi, bexijolat.